Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. 2018-yil 6 ayning 23 kunidan boshlab davomlashtirib kelayotgan izchil yolg'iz kishi namoyishimga bu yil saq 1 yil bo'ldi. Bu 1 yillik munosabat bilan Amsterdam Dam maydonida yolg'iz kishi namoyishimni texnik jonliq epirish, izchil davomlashtirish, shundaqla butun dunyoda yolg'iz namoyishimga diqqat qilayotgan chet elliklarniki texnik ko'p diqqatini qo'zg'ash ham ularning hissasini qo'lga keltirish uchun Amsterdam Dam maydonida 6 ayning 22 va 23 kuni Uyg'ur madaniyat kuni o'tkazmoqchi. Amsterdam Dam maydoniga chidir tikib, Sharq Turkiston bulayotgan qirg'inchilikqa oid rasmlarni ko'rgazma qilish bilan birga Uyg'ur chala muzikalarla o'rinlangan naqshlarni birlashtirgan asosda bu faoliyat elib berildi. Shunlashqa qarindoshlarimizning o'zimizning ota-onasi, urug' tuqqanlarniki rasmlarini bo'lsa birlikda elib kelib bu faoliyatga ishtirok qilishni, shundaqla milliychi qiyofatdagi kiyim-kechaklarimizni kiyib, farzandlarimizni elib bu faoliyatga qatnashinglarni chin dilimdan umid qilaman. Farzandlarimizga bir haqiqiy vatanparvarlik, milliy ruhni singdirishniki bir yaxshi fursat. Qani qarindoshlar 6 ayning 22 va 23 kuni soat 11 da Amsterdam Dam maydoni elib berilgan Uyg'ur madaniyat kunida ko'rishaylik.